qanaqa ko'rdinglar? Hello everyone, today we have a guest from Philippines. O'rtoqlar, bu qiz mening enagam. Bizni uyda ishlaydilar. Juda ham zo'r taomlar tayyorlaydilar. Juda ham qo'li shirin, juda ham qobiliyatli, muomalali, juda ozoda ayol. Umrimda men bunaqa xodim ko'rmaganman, to'g'risini aytsam. And to be honest, she's very easygoing, very responsibility, and very friendly lady, very intelligent. And I can say that I'm very lucky lady. Hozir rosa hayajonlanman. Are you exciting today? Yes, I am excited and very nervous. I'm shaking. Don't worry, it's Yeah. okay because we have a good collective Yeah. and they are very funny, very easygoing Yeah. stuffs. Yes, Okay. that's all. Voy, men ko'proq miyam ingliz tilida ishlayapti-ku oxirgi paytlar. O'zbek tilida eplab gapira olmagan bo'lib qolyapman. Ishonasizmi shu gapimga? Ishonaman. Mana Juda qiyin. Chunki miyachi fokus olishga, bilasizmi, internetga Google ga yozasiz-ku, lupa qidirib turadi-yu, gapda xuddi shunaqa o'zbek tilida ham search bo'lyapti. Bilasizmi, bizda qanaqa bo'lyapti? Mana ertalab uyg'onamiz-ku, xuddi o'qituvchingiz bilan yashayotgandek bo'lasiz boshida. Chunki ertalab siz ingliz tilida gapirishingiz kerak. O'zbek tilida gapira olmaysiz, chunki sizni tushunmaydi. Ingliz tilida amallab gapiryapman va ko'pincha bir chekkaga o'taman-da, переводчикка yozaman. Yodlab olib chiqib gapiraman. Shunaqa bo'lyapti. Shunaqa qilib men kundan kunga yaxshi gapira boshlayapman. Bu zo'r va bolalarga yaxshi qarashar ekan. ha, bular Juda ham juda ham mehribon, mehnatkash bo'ladi. pozitiv va juda ozoda bo'lar ekan. Juda ham. Mana Uylarim shunaqa chinnidek bo'lib ketdi. Can I say this? Ko'rvasizmi, o'zbek tilida fokus ololmayapman. Nima uchun biz Miss Michelni taklif qildik? Chunki u Singapurda va Filippinda restoranlarda shef-povar bo'lib ishlagan. Hozir ko'ramiz uning qobiliyatini. Uyimiz restoran bo'lib ketdi. 3 mahal zo'r ovqatlar pishiryapti, zo'r. Qiziqarli bo'lar ekan hayot. Men juda ham qiziqdim. Endi masjidga mehmonga boraman. Mehmonga keling. Ha. Hozir mana shu qobiliyatini biz shef-povar ko'rsatuvimizda namoyish etmoqchimiz. Menimcha qiziqarli. O'zim ham qiziqib ketyapman.